seriyozini yo'qolish shartmi? Jadal bo'lib gapirsak bo'lmaydimi? Shuni aytsa. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi mamlakat fuqarolari eng ko'p sayohatga chiqishadi? AQShmi albatta? AQSh yo'q. AQSh ikkinchi o'rinda, bu ham yuqori reytingda turadi. Unda yiliga o'rtacha fuqarolar 6-7 martagacha sayohatga chiqishadi. Unda Daniya. Daniya to'g'ri eng baxtli mamlakatlar reytingida yuqori o'rinda turadi, lekin Daniya bizning reytingda 4-o'rinda. O'rtacha 5 martadan ko'proq chiqishadi sayohatga. Fransiya unda. Fransiya 5 talikda yo'q, balki 10 talikda bordir. Ular ham sayohatsevar mamlakat hisoblanadi. Norvegiya ham eng baxtli mamlakatlar reytingida eng yuqori o'rinda turadi, lekin bizning reytingda Norvegiya 5-o'rinda turadi. Ularning fuqarolar o'rtacha 5 martagacha yaqin sayohatga chiqishadi. Unda keyingisi O'zbekiston. O'zbekiston. Bilmadim, nechinchi o'rinda turar ekan, komment yozib ketasizlar. 100 talikka kirib boramiz. Shvetsiya. Xo'p, Shvetsiya 3-o'rinda turadi. Unda ham o'rtacha 6-7 martagacha sayohatga chiqishadi. Birinchi o'rinda qaysi davlat unda? Birinchi o'rinda eng sayohatsevar mamlakat Finlandiya bo'ladi. Yiliga har bir fuqarosi 6-7-8 martagacha sayohatga chiqishadi. Va o'zingizdan u mamlakat sayohatsevar mamlakat reytingida 1-o'rinda turadi. Siz yiliga necha marta sayohat qilasiz? Kommentariyada yozib keting va qaysi mamlakatlarga ko'proq borishni yaxshi ko'rasiz?